Aksiyadorlik tijorat aloqa bank o'z mijozlarini qadrlaydi va qo'llab-quvvatlaydi. Ajratilgan kredit mablag'i asosida Surxondaryo viloyatida Surxon Keramiks korxonasi tomonidan SHA, SHSU, SHKU markali o'tga chidamli g'ishtlarning 50 ga yaqin turlari ishlab chiqarilmoqda. Korxonaning bir kunlik ishlab chiqarish quvvati 30 tonna, yillik quvvati 9000 tonnani tashkil etadi. Mahsulotlar davlat standartlari asosida birlamchi xomashyolardan yuqori sifatda hamda 1600 gradus haroratgacha chidamli g'ishtlar ishlab chiqarilmoqda. Hozirgi kunda korxonaning asosiy xaridorlari respublikamizning yirik Olmaliq tog' metallurgiya kombinati, Navoiy tog' metallurgiya kombinati va Bekobod metallurgiya kombinatlari bo'lib, ushbu korxonalar tomonidan mahsulotlarimizga ijobiy xulosalar berilgan. O'tga chidamli g'ishtlarga ehtiyoji bo'lgan barcha sement, ohak, gips, keramzit va boshqa ishlab chiqaruvchilarni hamda aholini kamin pechkasi o'rnatuvchilarni hamkorlik qilishga taklif qilamiz. Surxon Keramiks kutganingizdan ham ishonchliroq.